Qizlar, farzandingizda holsizlik, ich ketishi, kechasi bilan tishini g'ichillatishi, ishtaha pasayishi kuzatilyaptimi? Demak, farzandingizda aniq gijja bor. Buni esa davosi oddiy. Eng yomon bilasizlarmi nima? Farzandingizda aqliy rivojlanishdan pasayishi, o'sishdan qolishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga tabiiy vosita Nut va Gelminketsni tavsiya qilaman. Bostirsalari orqa to'shakda qichish bo'ladi. Qabziyat ham bor dedi. Qabziyat ham juda kuchli. Manali ham bilan sabab. Qizimda ishtahasizlik, uyqusida tinch bo'lmaslik, orqa qichish holatlari, yana og'izda hidlanish holatlari bor edi. Biz Nutva mahsulotini bir oy oldin boshladik. Men o'zim ikkilanib YouTube sahifalaridan ko'rgan holatda men qizimga olib berdim. Bunaqa hozir o'zim ko'rib shokda qoldim. Bunaqa gijja bor deb o'ylamaganman. Yamla bilan askariyda chiqdi. Qizimda ozib ketish holatlari, mana yuzida dog'lamandagi og'doqlari bor edi. Juda ham katta. Bir oy davomida to'xtatmasdan iste'mol qilsa 10-15 kunda mana natijasini olasizlar. Mana shu Nut va Gelmin mahsulotini olib iste'mol qildirsanglar, yaxshi natijalar olasizlar. Men o'zimni qizimdan sinab, boshqalar ham bemalol tavsiya qila olaman. 1294 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq buyurtma bering.